Qizlar salom. Biz bugun Loves magazinga keldik. Bu yerda bolalarga ancha oldin saynab qilib qo'ydik. Quradigan tekinga narsalar qilamiz. O'shani sizlarga ko'rsataman. Bu yerda har xil narsalar sotiladi. Qaranglar. Magazinni zavodni sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana bu yerga gullarni qaranglar, chiroyliligini. Mana shu gullar ham sotiladi. Narxi qaranglar, mana 16.98. Hamma narsa bor bu yerda ham. Bu biz hozir tekinga bolalarga qurdiradigan har xil narsalar bo'ladi. O'shani hozir sizlarga ko'rsataman nima qurishimizni. Juda ham katta ekan. Hozir biz qidiryapmiz. Qattaligini mana 51 dedi. Hozir mana shu numberga kelyapmiz. Mana bu yerda qurilar ekan. Juda ham katta magazin bu yoq ham. Bizga mana bunaqa fartuqlar berdi. Ikkita bolamga. Mana bunaqa uycha qurilar ekan. Mana qaranglar, mana bunaqa uychani qurishimiz kerak. Ko'ziga mana bunaqa ochki berdi. Mana bunda endi hozir boshlaymiz. Qurishni boshlaymiz. Уже bolalarim kiyishyapti. Shu narsani har doim yozilsanglar bo'ladi. O'g'lim ochdi hammasini. Mashlarni hozir qurishni boshlaymiz. Qaranglar, даже yerda o'tirmaylar deb mana bunaqa narsalar ham odamlarga qo'yib qo'yishgan. Hozir endi qurishni boshlaymiz. Hozir endi bu tomonini o'girib quramiz. Hozir mana birinchisi, endi biz ikkinchisiga keldik. Mana молодец. Mana 3-stepga keldik. Mana bunisiga keldik. Hozir mana orqasini qo'yapti, tegini qo'yamiz. Tayyor bo'ldi. Tegi ham tegi. Endi ustiga kelamiz. Mana 4-stepga keldik. Hozir mana biz 4-step qilib bo'ldik. Endi 5 ga keldik. Mana 5 endi qoqishni boshladi. Bolalarga zo'r qilib qo'yishgan shu narsani. Biz yozilib har doim kelamiz, shunaqa joylardan qolmaymiz, chunki bolalar ham mazza qilib mana shunaqa o'zligi miyasini ishlatib uyi qurishadi. Har doim har xil narsalar bo'ladi. Har oyda har xil. Mana qizim ham qilyapti. Oxirgi ekan bu. Keyin o'sha stikerlarni, mana bu stikerlarni yopishtirar ekanmiz. Ko'r yaxshilab. Hozir birinchi stikerni yopishtirdik. Endi ikkinchisini mana bu yerga yopishtiramiz. Chiroyli tekis yopishdi. Endi uchinchisini yopishtiramiz. Mana bu yerga mana buni yopishtiramiz. Bizani parnikimiz. Bu parnik deyilar ekan. Greenhouse ekan. Mana tayyor bo'ldi. Qaranglar, mana ikkinchisi ham hozir yopishtiryapti. Bunisi ham tayyor bo'ldi. Mana buni как значок fartuqqa yopishtirib qo'yar ekan. Mazza qilib yasashdi mana.